Zo'r narx. 65 mingga bunga olib sotar puldan tiksa bo'lar ekan daji. 72,5 ming dossiz. Qora qamish 1 to'r. Ozginani o'tadigan joy bo'lsa o'tib bering. Bu ugloy balkon 92 kvadrat bo'ladi. O'z to'rxonali kvadrati. 92 kvadrat. 65 ga beramiz. 65 ga berib yuborasiz. Bitta gap ayting aka. 355, 255, 489 dan qoching. 143 kvadratga necha pul ketadi remontga? Xo'p. Ichkari tomon remonti taxminan 150-200 dollarlik remont-da bu aka. Taxminan. Narxi yaxshi buni. Xudo xolasa sotilib ketish kerak, chunki 40 kvadratlik uy 40 ming sotilyapti. 39 ming sotilyapti. 1 kvadratiga 1000 dollardan sotilyapti. Bizning kanalda shunday qo'yilgan mana shunaqa videoda o'sha kuni sotilib ketgan. 57 bo'ladi. Taxminan 2000 arzon. 6-etaj 75 mingga sotiladi. Qo'rqadi. Bu nimaga menga berib yuryapti? O'zi tirikchilik qilmayapti deydi, hech kim pul tikmaydi. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa har yakshanba tushishni niyat qilgan edi. Bugun ham mana tushdik. O'tgan hafta tushib qo'ygan videoyimiz 35 ming prosmotr bo'libdi. Bizga o'xshagan kichkina yangi boshlaganlar uchun вообще zo'r prosmotr. Xudo xolasa bugun sekin повторный tushdi. Sekin boshlayveramiz yo'masa. Okay? Hozir gaplashdik-ku sizni joyingizda. Qarang. 72,5 ming dossiz. Qora qamish 1 to'r. Remontlari sredniy. Necha pul bo'lsa berib yuborasiz? Taqalgani 71,5. 71,5. Sredniy remontga lekin sal tikkaroq. O'zingiz aytib turibsiz, siznikidan remonti yaxshi 1.3 70 ming sotildi do'st, men 68 ming sotildi deyapman. Срочный bo'lib qoldi. Ha, u srочный sotdi, to'g'ri. Lekin remonti yaxshi edi uni. Bu 85 dan kelganda, eski egasini ham taniyman mahalla. Xo'p. Undan keyingi odamni ham taniyman, olgan odam. Mana masjidda bilasizmi nima xatoligini? Boshida 85 ming qo'yish kerak emas edi o'sha odam. O'sha odamning uyini narxi 72 ming, 73 minglik uy. Uyini narxi 72 ming, 73 mingda, u 75 ming qo'yish kerak edi. 75 ming qo'yganda, uni uyiga xaridorlar kelardi, kimdir 1000 so'm, kimdir 2000 so'm o't bering deb zaklat berib, ishni bitkazib ketgan bo'lar. U odam 85 ming qo'ygani uchun uyiga hech kim kelmadi. Uje atvet qiladigan kuni bor-ku, berib yuboradigan kuni, keyin majbur bo'ldi 68 mingga sotib ketdilar-da shu uyni. Menda rasmlari ham bor. Ko'rganman. Ko'rsatolibsizmi? Yaqinlashtirib. Mana qarang, ko'ryapti. Qora qamish 1.3, 4.2, 84 kvadrat. 74,900. Hozirgi kecha kunduzda bu olib sotari qo'liga o'tib ketgan. Mana masjidda shu insonning xatosi, xafa bo'lmasinlar, 85 ming qo'yganlar. Boshida to'g'ri qo'yish kerak edi. Men olib sotar to'g'ri qo'yapti. 74,900 qo'yib qo'yapti-ku. U ertaga sotib yuboradi. Siznikidan remonti ancha yaxshi uni. Sizniki ham ketib qoladi, xudo xolasa. 71,5 ming oxiri. 71,5 oxir. Pul ko'rsatsa, u narsa o'tib berarsiz. 5 so'm, 1000 so'm. Bermadim, mayli. Ha, 70 mingga bermadingiz-a? Yo'q, bermadim. Hozir zaklat beraman dedi. Shu 1 so'm, 1,5 so'm planlar bor edi, shu yetmayapti dedi. O'shanga ham turibman, lekin mahalla zo'r. Bozorchani orqasida istaganga joylar bemalol. Bo'ldi. Hamma narsa infrastruktura zo'r. Qora qamish 1.4, to'rxona 3-etaj, 4-etajga. Tarsoy ekan, tarsoy bo'lmaganda bu 75 ming, 76 ming ham indamay ketardi. Hozir 71,5 ming bo'lsa berib yuboraman do'stlar. 99lik 760 40 70. Tarsoyda, to'g'rimi? To'g'ri. Okay. Bozoringizni bersin. Rahmat. Salomat bo'ling. Sekin bu yoqqa yuramiz. Assalomu alaykum. Kameraga tushib qolasiz-da. Ha, labbe. Men uy sotaman. Qayerda sotasiz? Mazar. Uchastka. Qayerda? 8-maktab orqasi. 8-maktab orqasida necha sotuv? 8-maktabdan orqaga kirish. Necha sotuv? 4,5. Qanaqa qurilish? Zamonaviy, zamonaviy 2 etajli qurilish. Necha pul do'st? Ko'rmaganman. 160 ming qimmat deyapti. Mana men bola uchastka bilan zo'r ishlaydi. Abduqahhor uchastkalarini ko'ring. Bizdan yaxshi ishlaydi. Uchastka bilan rasmlari bo'lsa, danliklari bo'lsa, to'shni ko'rsatsangiz, xudo xolisi sotib yuborishadi. Xudo xolisi 97lik. Assalomu alaykum. Aka salomatmisiz? Tuzumsiz? Juda tor bo'lib qolyapti. Bu yoqqa chiqing. Qani? Bismillah. Qushbegi 255.
Yangi hayot. Hammasini kelishtirib beramiz. Qarang. Mana bu Qushbegi nechta balkon? Bitta balkon 2 ga 3. Bitta 2 ga 3 balkon. Bitta 2 ga 3 balkon bo'lsa 50 kvadrat bo'lamidi? 50 kvadrat. 50 kvadrat bo'ladi remontda. Remont top-toza. Xo'p, 2 xona 5-5. Tomi tunkami yo anaqami? Yo'q, aniq qilingan. Nima? Tunki qilingan. Tunka qilingan, a? Xudo xolisa nech pul berib yuborasiz? 56,5 ming. 53 ga beraveramiz. Qarang, bitta 2 ga 3 balkongacha 53 ming sal tikkaroqda. Ozginani o'tadigan joy bo'lsa o'tib bering. 500 yot beraman. Yana 50 ming to'g'ri keladimi? Yo'q. 50 sal to'g'ri kelmaydi. Nomerlari 93lik 101 0037. Ikkita 2 ga 3 bo'lganda mana 56,500 ga ham indamay sotilib ketardi. Bitta 2 ga 3 bo'lganligi uchun bu 52,5 ming. Nomerlari bosib yuboringlar. Okey, salomat bo'ling, bozoringizni bersin. Odam ko'proq joyga boramizmi deyman? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Tuzumsiz? Hamd ko'tib oling. Algoritm Guliston. Algoritm Guliston aka. Gloy balkon ha bu? Ha, bu. Xo'p, 92 kvadrat. Remont qanaqa? Remont yo'q, u bitta aka. U bitta remont. Narxi nech pul? 71 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 71 ming. Kelishtiramiz. Bu gloy balkonga yaxshi ekan, 71 ming bo'lsa. Kelishtirganingizda nech pul? 65 mingga berib yuborasizmi? Endi 65 emas, 67 larga qo'yamiz. Chiroyli. Xo'p, bu ugloy balkon 92 kvadrat bo'ladi. O'zi 4 xonali kvadratida, 92 kvadrat. O'sha ugloy balkonni ko'pchilik spanlimi, detskimi qilib oladi. Zo'r foydalansa bo'ladi. 65 ga ham berasiz. Telefon qilsa gaplashamiz. Yo, nech pul berasiz oxirini? Ayting. Oxirimi 65 ga beramiz. 65 ga berib yuborasiz. Vobshe zo'r narx. 65 mingga bosib yuboradigan joyida bu. 95 lik 029 77 79. Buni nima deb o'ylaysiz aka? Zo'r narx. 65 mingga bunga olib sotar pul ham tiksa bo'lar ekan daji. Tepasida ozgina savdolashsa o'tib bersangiz. Nech pul berasiz navoda? Shu yerda hozir bitkizib yuboramiz. 65 bo'lsa. 62 ga bering, o'tdi. To'g'rimi? 62 ga bersalar menga o'tdi deyman. Bo'ldi, ketdi notariusga, kamerani o'chirdingiz, ketamiz. Nech pul berib yuborasiz, shuni ayting. 65 brat. 65 sal, ha? Yo'q. Yo'q, nech pul mana shu narxi o'zi aslida? Nech pul o'zi aslida narxi? 67, 68 sotsa bo'ladi, to'g'rimi? 65 ming va shu zo'r narx. Zo'r narx. 62 larga bersangiz, 62 larga bersangiz, ketdi notariusga. Zo'ragan narxi. 65 ga beraman. 65 a bosib yuboradigan joyi 95 lik 029 77 79 narxi zo'r. Ugloy balkon 92 kvadrat bo'ladi. Bo'lib yuboring 65 mingni nech puldan tushyapti? 700 qanchadan tushadi? 92 kvadrat. 65 ming bo'lib 92. 706 dollardan avtorichka yo'q, yaxshi etaj. 3-etaj. Elektr plita emas bu? Yo'q. Gaza, gazli temboli. Bu vashi zo'r narx ekan. Aka bozoringizni bersin. Assalomu alaykum. Aka salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshi. Tuzumsiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Qo'yib beruvdik, telefon bo'ldimi? Bo'ldi. Yaxshimi? Xudo xolasa. Mana hammasi bizning variantlar. Xo'p. Narxlarni tushirib tashadi. Variant ko'p ekan, faqat aka menga orasida zo'rini ayting. Zo'ri mana menimi Sergeli 95 kvadrat, 4 xona, 5 xona qilingan, remonti zo'r. Xo'p. Ikkinchi bekatga yaqin, Moshon bozor orqasi. Xo'p. 72 ga beraveraman. 95 kvadrat. 72 ming 8-etaj. Remonti zo'r deganingizda qanaqa zo'r? Yevrami yo? Yo'q, yevro. Yaxshimi? Yaxshi, ha. Kirib yashidan oladi. 72 mingga to'g'ri sotsa bo'ladigan narx, lekin zo'r narx emas. Chunki 8-etajda, 8-etajni sotish qiyin-ku. Mana misol uchun agarda yaxshi etaj bo'lsa, o'sha o'zini narxiga kelsangiz, zo'r narx hisoblanadi, sotib pul ketadi. 8-etaj 74 ko'rdida bu, bermovdi. bermovdingiz. Berish kerak edi aka. Endi bermovdi, hozir endi pul boshqa variantlar chiqayotgani uchun sal-suni uchun sotishim kerak. O'shaning 72 qilib qo'ydim. Hop, Bo'ldi. mana bu qora qamish bilasiz buni? Bilaman buni. Buni bilasiz. Buni ham kelishtirib berib yuboramiz. Bo'ldi. Mana bu sulola bor. 2 xona yevro remont, mali gabarit. Buni ham sotish qiyin aka. Ha. Soch. Aka hammasiga pul tikilganmi? Bitta gap aytaymi aka? 355, 255, 489 dan qoching.
Pulni muzlatadi bular. Ko'p paytda olingan edi. Yo, tushundim. Pulni muzlatadi-da bular. Undan ko'ra ma'mi bor-ku, 1-1 shunga pul tiksangiz, Nima kelishtirib beraman? ya misol uchun yaxshi etaj ekan, 3-2-7. Ozgina foyda bo'ladi. Zato tez pul aylanveradi. Mana biladi, muzlab qoladi-da, aka, ha. Baland etajdan qochinglar. Hop, akam maqtayaptilar. Sergili 5, 4, 8, 9, 5 xona qilingan, 95 kvadrat. Remont yaxshi deyaptilar. 72 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. O'tgan hafta 74 mingga bermagan ekanlar. Endi biz ko'rmaganmiz, nomeringiz yo'q ekan bu yerda. Nomeringiz 90lik 013 0020 Tohir aka. Okey, bozoringizni bersin. Bo'l, ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz. 5 xona. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Siz o'msiz? Uy sotmayapsizmi? Ha. Bu oxirida o'chadi, bizda uzilmaydi. Oxirida o'chadi. 144 kvadrat, okey? Sergilini xatida bu mashina bozor. Bozori shundan nariga, in bazar orqasida. Duplex 143 kvadrat. Tepasi o'shanda 72, pasti 72 bo'lyapti. Remontlari bilan Remont yaxshi deganda qanaqa, yevrami? polni toza aboy. Aboy. Toza uy ekanda. 93500. Aka, bunichi qanaqa kalkulyatsiya qilishyapti bilasizmi? Buni mana bunaqa kalkulyatsiya qilinyapti. Tepasidagi 72 kvadratda korobkasini $650 kalkulyatsiya qilinyapti. Taxminan, ha? $600 $650gacha. Podvolli 1 kvadrat metrini $200 $250gacha kalkulyatsiya qilinyapti. Korobkasi bu. Korobkasi. Endi ikkalovini qo'shsak 650 ga 250 nechi pul bo'ladi? 900 bo'ladi. $50 olib tashlaymiz, $850. $850ni ko'paytiramiz 72 ga, yarimiga. Ikkalovini qo'shib yubordik-ku. Hozir men sizga narxini chiqarib beraman. $850 ko'paytiramiz 72. 61200 bot. Endi bunga remont qo'shamiz. Shunaqa qilib narxini chiqazamiz. 143 kvadratga necha pul ketadi remontga? $150 dan eng kamida atak $200-300 dan ketaveradi. Necha pul deydi? Bu men remontini ko'rmaganman-ku, bitta ko'rsating. Tayyorlab qo'ymabsiz-da. Mana. Tayyor. O'z to'g'ri hisoblayapmanmi? Mana uy ko'rinadimi? Ko'rinyaptimi? Xo'p. Ichkari tomon remonti taxminan $150-200 remont-da bu aka. Taxminan 1 kvadrat metriga. Shunaqa. Endi buni kalkulyatsiya qilamiz dalshi. Birinchi chiqqani korobka holida hisoblaganimizda necha pul chiqdi? 850 ko'paytiramiz 72 kvadrat. 61200 edi. Endi buni remontini 143 kvadrat ko'paytiramiz $150. Arzonroq hisoblaylik. 21450 qo'shamiz 61200. $82650 chiqyapti. Biz endi arzon hisoblab tashadi. Necha pul bo'lsa berib yuborasiz? 90 ming bo'lsa berib yuboraman. 90 ming bo'lsa berib yuborasiz. Bunicha aka 90 mingga ham ketib qoladi odamni topsangiz. O'zi aslida biz korobkani ham, remontni ham ozgina $10, $50 arzon hisobladi. Shuning uchun bizda bir shunaqa shumba chiqdi. Lekin 85 ga bersangiz, olgan odam ham baraka topadi. Siz ham baraka topasiz, xudo xolasa. 87 ga bermadingiz, 87 ga bermadim. 90 ekanda oxirgi narx. 90 oxiri. Oxiri 90 ha. Xudo xolasa bu ham naqshi narx. Sergili mashina bozorida 5 xona ekan, birinchi etaj и podval. 72 kvadrat podval, 72. Parkovka ham beraman. Parkovka tashqarida. Naves bormi yo shundoq? Naveslari bilan parkovkasi bor ekan. Hozirgi kecha kunduzda parkovka ham $2000 turadi-da. Dokumenti yo'q bo'lsa ham. Parkovka ham beraman. Bo'l. 99 lik 489 10 93500 deyaptilar, 90 mingga berib yuboraman deyaptilar. Balkim 87 ga bermabdilar. Ozgina 87 bilan 90 ning orasida balkim pishib ketar. Okey? Bozoringizni bersa, salomat bo'ling. Gaplashaveraman, yo'q deyaptilar-ku. Bismillah. Yunusobod 4-kvartal. Общий koridor, отдельный ход, Евро ремонт. 4-kvartal shanda Yunusobod
Sebzordan bordik. Sebzordan bordik. Shohsaroydan chapga qildik. Yo'q, yo'q. Ha. Mo'stigidan Ha, razvorot qildik. Mo'stigidan razvorot qildik. Peshixo'dchida bir qo'yib Ha, qo'ygan. ha. O'sha yerdan o'ngga kirsa eski GAI bo'lardi. Bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. 2800 Tushunarli. 2 xona, 4-etaj. Buni bez remonti taxminan 60 ming sotilyapti. Taxminan 55 dan oshib 60 gacha sotilyapti. Remontiga necha pul ketgan mana shu remontga? Remontiga 7000 taga. 7 ming ketdimi? Necha pul bo'lsa berib olasiz hozir? 69 ming bo'lsa beraveraman. Mana taxminan bez remont 60 ming sotilayotgan bo'lsa, 58 ming sotilayotgan bo'lsa, siz 7 ming remontga ishlatsangiz, 58 ga 77 ni qo'shsangiz 65 bo'ladi, to'g'rimi? Endi remontli uy 1-2 mingga qimmatlashadi. Bez remont uy 58 ming, 7 ming remontga ishlatsangiz, 2 ming, 3 ming addacha beradi. Remont qilganingizga mehnat qo'shiladi. Shunda bo'ladi 65 bo'lsa 67, 69 normalniy so'rayotgan ekansiz. Oxir bo'ladigan 69 ga beraveraman. 69 bo'lsa berib olasiz. Yunusobod rayon. Atak 65-66 ga bersangiz tezlashib ketadi. Unaqa narx ko'tarmaydi. Qilish unaqa. Qilishda mana ko'rsating. 2 xona 64 kvadrat deyaptilar, 64 chiqmaydi bu. 60, 63, 62 chiqadi. Shunaqa chiqadi. Remontga, mana shu remontga 7 ming ketibdi. Agar hozir 64 kvadrat bo'lib olsa, 110-120 dollardan ketibdi kvadrat metriga. Vtalichkaga shunaqa ketadi. Novostroykani hozir 150 kvadrat, 150 dollardan hisobladim. Chunki Novostroykaga ko'proq pul ketadi. Buni polni ishlasa boshqa degan. Yo, baribir Novostroykaga ko'proq ketadi. Uni katol qo'yasiz, uni ishi ko'proq. Novostroykani ishi ko'proq. Bunga nisbatan. Xo'p, yetib ketamiz. Yunusobod rayon, 2 xona, 4-etaj, 9 etajga 64 kvadrat, yevro remont. Narxi 69 ming deyaptilar. Ozgina o'tib berasizmi bu kun borsa? Oxiri. Oxir. 99lik 871 90 91. Aka salomat bo'ling. Bozoringizni bersin. Barakasini. Tez gapirib yubormayapman. Sal tez gapirib yubormayman. O'tgan safar bir xonali 51 kvadrat metr dediz-ku. Ha? Bo'tida balkoni. Хорошо. Telefon bo'ldimi? Gilamlisi. Nima deyishyapti? Sotib oling, mana shunaqa. Kelib ko'rdimi bu kun? Da, Nima deyishdi kelib ko'rib? yaxshi deyapti, remont qilish kerak. Bering, rasmini bitta ko'raylik. Qarang. O'tgan safar biz talashdik 51 kvadratli uy yo'q deb esingizda bo'lsa. O'sha kadastr. Bormi? Kadastri ham bor, ko'raylik. 58 oxirgisi. 5008. Ha, 51 deylik. Lekin o'sha ko'pchilik ishonmayapti, shu telefon qilishyapti-da. Yo'q, yaxshi. Rostdan 51 mi? 51 dedi. Endi uy rasmlari, men bilaman. Da. Bir xona, ikki xona qilingan, bo'lganmi? Da, oxirgisi. Xo'p, ko'ryapti? Da. Ko'ryaptimi yo mudolaa qilish kerak? Xo'p, remonti bor ekan, toza uy ekan, yashasa bo'ladi. Bu zavodskoy oshxonani o'rnimi? Yo'q, bu o'sha spalniya qilingan. Oshxonani o'rni zavodskoy. Yo'q, zalli bo'lgansiz. Zalli bo'lganman, da. Bu zal. Bu zal. Da. Hozir kichkinaroq bo'lgan zal. Da, da, da. O'shanda bir xonani necha xona qilgansiz? Bir xonani ikki xona qilganman. 2 xona qilgansiz. Oshxona o'zini o'rnida turibdimi? Sanusil samishonni ekan. Da, da. Bu balkoni. Balkoningiz 2 ga 6 mi? 2 ga 20, 560 ga 225. 2 ga 6 dan ham katta ekan-da, sal. Bu prixoshka. Prixoshka. Bu sanuzilda. Bu oshxona. Oshxonani zavodskoy o'rni o'zini o'rnida turgan ekan. Pades. Bu pades. Xo'p. 44 mingda otuvdingiz o'tgan safar. Bu safar skidga berdingizmi? Nechpil? Mana shuncha odam boribdi, shuncha odam ko'ribdi. Mana esingizda bo'lsa qimmat dedim. Sizni yoningizda turuvdilar ayol kishi. Ha, qimmatroq edi. Siznikining narxi normalniy ekan dedim. Kelishtiradigan joyi bormi 44 dan? 43,5. Yana 500. Sergili yarmarkada bir xonali bu eski dom. O'zimizning eski sesser paytidagi domlar 51 kvadrat. Bunaqa uy yo'q. 51 kvadrat o'zi aslida 2 xona bo'lishi kerak. Bir xona 40 bo'lishi kerak. 10 kvadratga katta bir xonali uydan. Ha. 43500 bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. 77lik, 550, 93, 83. Narxi yaxshi buni. Xudo xolasa sotilib ketish kerak, chunki 40 kvadratli uy 40 ming sotilyapti. 39 ming sotilyapti. 1 kvadratiga 1000 dollardan sotilyapti. Endi qarang, 51 kvadratli uy 43,5 mingga. Ancha arzon-da unga nisbatan. Bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Aka salomatmisiz? Tuzumisiz? Bular anaqa. Siz bilan polchim bo'lgan, ha?
Bizani kanalda shundoq qo'yilgan mana shunaqa videoda o'sha kuni sotilib ketgan. O'sha kuni sotilib ketgan Qoratoshda uy. Keyin undan keyin 50 ta odam telefon qildi do'stlar. Telefon qilyapti. Oke, qarang. Barakasini bersin, zo'r. O'zi abet qarzingiz bor ekan sizni. Xo'p, yangi hayot. 62 mingda 59 ga tushirib qo'ydik. 3 xonali, 74 kvadrat sprazniy. 74 kvadrat. Har bitta oynasida alohida oynasi bor, ha? Zavodskoy anaqa. Mana shu yaxshi ekan. Chilonzor sal qimmatroq ekan 57 700 ga. Bekubga 55 ga so'rashyapti. Razdelniy bu remontum deganda yevrami? Yo'q, yaxshi remont. Yaxshi remont. Xo'p, ikkalovi ham yaxshi variant ekan. O'zi aslida realtor yaxshi variant ko'tarib yuradi. Nimagaligini bilasizmi? Tezroq sotish. Yo'q. Uy egasi o'zini uyi-ku. 100 ming turadi uyi. 100 mingga bergisi kelmayapti. 120 mingga sotmoqchi. Uy egasi o'zini uyining ustida harakat qiladi, lekin realtor 100 ta uy bor. 100 mingli uyni 120 ming deyotgan odam emas, 100 mingli uyni 95 ming deyotgan odamni topadi-da, o'shani ko'tarib yuradi. O'shaning uchun realtorda arzon narsa bo'ladi. Tushundingizmi? 100 ta uy orasidan tanlab olgandan keyin o'shanda arzon bo'ladi-da. Okam ikkita yaxshi variant qilib qo'yibdilar. O'tgan safar biz bittasini sotib yuboribmiz, xudo xolasa, qarzlari bor, ikkita ko'tarib kelibdilar. Xo'p. Yangi hayot Darxon 2. 74 kvadrat ekan. Hamma xonasida oynasi bor, oshxonasida ham oynasi bor. Anaqa yo'q, 2 xona, 3 xona qilinmagan. 3, 13, 16. 59 ming 59 ming ekanda. 59 ming ekan. Biz anaqa 59 ming ekan. 74 kvadrat. Narxi yaxshi. Nechta bo'lsa berib yuborasiz? 59 bo'lsa, ko'rsin gaplashamiz. Yana tushasizmi? 55, 56. Ha, 59 dan 100 200. O'sha taqalgan ekan. Hop. Chilonzor 8-kvartal. Zakisi oldi. Malika gastisi. Malika gastisi bo'lsa, ko'rlar jamiyatiga qarab ketayotganda 49 kvadrat bu razdelnisi, balkon 1,5 1,5 ga 3 balkon, remonti yaxshi deyaptilar. Hozirgi kecha kunduzda 55 mingga olib sotar so'rayapti. Mana olib sotar 55 mingga so'ragan narsasini 60 minggacha sotishga harakat qiladi. 10% qo'yadi. Hozir 57 ming 700. 57 ta ko'taradimi bu? 57 bo'ladi. Taxminan 2 ming arzon. Asl narxidan 59 ming sotiladi deylu, 57 ga berib yubormoqchi. Taxminan 2 ming arzon bosib yuboradigan joyi. Chilonzor 8-kvartal, 2 xona, 2-etaj, 4-etajga. 1,5 ga 3 balkon, razdelniy xonalari, remonti yaxshi. 57 ming. Tepadigini etdik, nomerlari eng qiziq joyi. O'shani yaqinlashtiring deyapti ko'pchilik. 97lik 701 20 17. Roshan aka. Xudo xolisa o'z bitta qarzlari bor, bular ham sotilsa ikkita bo'ladi. Okay? Ishingizga rivoj. Salomat bo'ling. Yaxshi video ko'rishinglar. Siz o'ngsa? Qalaysiz? Qo'yamiz, okay? Siz bilan ko'rishdik-a? Salom alaykum. Keling bu yoqqa. Bo'ldi, siznikini oldin qilamiz. Assalomu alaykum. Sentrda ham zo'r variantlar bor, aka, o'ting. Vo, eting. Ko'ryapsiz, mana qaranglar. Mana ko'pchilik menga aytadiki, mana shu joyga kelib qol. Sentrdan ham qo'ying deydi. Sentrda Men shu joydan chiqqanman. Mana shu joyda 10 yildan shu ishlab chiqqanman. Mana bitta sentr ko'ryapsizlarmi? Men shunday kimni uchratsam gaplashib ketaman. Sentr yo'q-ku. Tushundingizmi? Menda o'shani ilmi yo'q. sentrga makon realtiga murojaat qilasizlar. Rozi bo'ling, aka. Salomat bo'l. Ishingga urib ketdi bu. Men bir narsa tushuntirmayapman. Urib ketdi-yu. Urib ketdi. $100 berib yuborman menga. Xo'p. Tinchlik metro 369 отдельный xot 1/7 хороший ремонт. Qaysi dom bu? Tinchlik. Registon maktab bor-ku, Ha. shu bilan ishlaydi. Registon maktabi yonida. Ha, yo'l yuziga bo'kim turibdi. Yo'l yuzidagi mana bunday yo'l yuziga. Ha. Bunday turibdi. Orqasi bilan, ha, bo'kim turibdi. Xo'p, yo'l yuziga kondalanmasdi, bo'kim uzunasiga turibdi. O'zi bitta Fransiya bor, qolgani spes bilan. Qolgani katta kvadrat 3 xonasini. Sizniki 81 ming. Хороший remont, mebel texnika. Hop. O'tlida taxminan yaxshi remontli uylar 6-etaj 75 mingga sotiladi. Bu taxminiy meni fikrim. Men adashayotgan bo'lishim mumkin. Prosta bizning regionda yaxshi bilamiz. Nech pul bo'lsa berasizmi? Qarang, 79 ga kecha bermadik. Bermadingizmi? 80 ga. Voy mashalloh. Zo'r narx chiqdi. Yo, bizning fikrimiz bo'yicha 75 ketadi. Bermadik. 80 bizning planimiz bor edi, 80 deb 85 edi bu. Ha. Ko'rib 81 qilib keling mana. Yo'q, gap yo'q, qarang.
Balkim men remontda adashayotgandirman. Mana bizda хороший remont bor, yevro remont bor, sredniy remont bor. Meni tushuncham. Siz хороший deyotganingiz balkim yevrodir. Mebellaringiz qaysi zamonniki? SSSR 10 yil, 15 yil va hozirgi. Remontingizchi? Remontim ham yaxshi, yashasa bo'ladi. Aboy. Qaytek emas. Qaytek emas. Aboy yaxshi remont. Balkim padevraga tortadi. O'shani hisobiga 79 mingga bermabsiz, 80 ming olasiz. Hozir bizdan chiqsa 79 ga berib yuborasizmi endi? Endi berasiz. Qarangda, bizni Buxorodan. Ha? 3 kunlik kelganmiz. Agar bugunga bersa beriladi. Agar sotmasdan ham ketaverasizmi yo sotib ketishingiz? Sotmasdan ham. Agar yo sotmasdan ketmasam bo'lmaydi desangiz, o'sha boshqa narxga yetib ketaman. Yo'q. O'sha sotib ketasiz, men aytgan narxga qadar. Qarang endi bermagan narsa. Sotib ketishingiz kerak bo'lsa 75 ga berib yuboring, sotib ketasiz. Yo'q. 77 ham o'z qilib Sizni bitirib. ko'tarmaydi, 75. Yo'q. Agar 74 bo'lsa ham mayli. Sizga 79. Bermagan narximizga berishingiz mumkin. Berasizlar. Nomizdan chiqsa. siz videolaringizni ko'rganmiz, ancha Rahmat. Qaranglar. 3 xona, 6-etaj, 9 etajga. Olmazor tumani, metro tinchlik. Tinchlikdan shunday tepasida metroni pashti 100 metr ham chiqmaydi. Xo'p, 72 kvadrat bo'ladi. 3 xona razdelniy bo'ladi. Balkoni 1 ga 7 bo'ladi. Buni 81 ming deyaptilar, 79 mingga bermaganman, beraman deyaptilar. 3 kun ichida Buxoroga qaytib ketishlari kerak ekan sotib. Nomerlari 90lik 611 0911. Telefon qilinglar. Bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Xo'p bo'ling. Salom. Aka salomat. Sizmisiz? Uchastkani qiyin-da, hozir o'tdi tushuntirish. Bu kuttiruv. Men bola kutdim. Tushundim. Men bola kutdim. Ha. So'rashlar mumkin a? Ya. Kamera turibdi, unaqa qilmanglar, kamera turibdi. Yo'q, bulardan keyin aka sizni. 85 O'tgan hafta ikkita edi. Bittasi jarariq edi, bittasi anaqa edi. 5-kvartal edi. Hozir bitta donasini ko'tarib yuribdilar, sababi bunisiga zaril ekan. 70 necha ming dedingiz? 73,5 ming dedingiz. O'zi birinchi 75 ming dedilar, keyin 73,5 ming dedilar, hozir 72 ming. Sababi zaril. Tirikchilikka olingan. O'zimizda ham shunaqa holat bo'ladi. Hozir zarar kiryapsiz. Oka, menda ham shunaqa holat bo'ladi-da. Bitta uyni olaman-da, bozor ozgina savdo qaytadi yoki men adashaman yoki investor bor, pul tikkan odam. Har xil odamga tiktiramiz. Investorga pul zarur bo'lgani uchun sotib. Shunaqa bo'ladi. Investor meni pulimni yechib berdi, turib oladi. U payt variant yo'q. Eng qiziq joyi mana hamma qarab turibdi-yu, olib sotar olmaydi. Men pul tikdim bitta joyga 50 mingga, 55 ming sotmoqchiman. Sotiladi 55 ming. Menga zaril bo'lib qoldi-da, 50 mingga olib qollarni desa olmaydi. Bu sota olmadi-ku degan. Qo'rqadi. Bu nima menga berib yuryapti? O'zi tirikchilik qilmayapti deydi, hech kim pul tikmaydi. Olib sotarga yana ham qiyin. O'shunaqa payt. Biz ham buni olib sotishga olganmiz. Hozir endi pul zarur bo'lgani uchun arzon beradi, zarariga beradi. Biz ham o'zi uy olib sotamiz. Xo'p, endi cho'zilmasdan anaqaga o'tamiz. Chilonzor 5-kvartal, metro Hamzaga yaqin, qati. Domobu faollar orientir. 3 xona, 3-etaj, 4-etajga g'ishli dom bo'ladi, 65 kvadrat, balkon 2 ga 6. Mebel texnikasi bilan remonti yevro, sredniy. Mebel texnikasi-chi, sredniy yaxshimi? Yo'q, sredniymi yaxshi? O'rtacha mebel texnik. 72 ming deyaptilar. Pul ko'r o'tadigan joy. Yana gaplashar ekan. 99lik 878 69 59. Gaplashinglar, zo'r narx, xudo xolisa. Aka salomat bo'ling. Bular kutyotuvdilar. Qo'shni. Uy sotiladi, Chilonzor, Do'mbrobod, 3 xona, 2-etaj, g'ishli. Qati bu? Joyini tushuntiring. Do'mbrobodda markazi bor-ku, ana u. Ha, masjid. Yo'q, masjidga burilmasdan to'g'ri o'tilganda keyingi askanotga. Shundoq. Mana qarang. Bu yoqdan 16-ko'rmanizdan boryapman, chapga qaysam masjid, men o'ngga qaylaman. O'tib ketamiz to'g'riga. Ha, to'g'riga o'tib ketaman. 500 metrdan keyin askanotga keladi. Ha. Shuna kirganda domlar, 2 etajli domlar. Ha, bu 2 etajga, bu yoq tomon. Lekin remont o'zimniki, haligi yevro remont. Yaxshi 67,5 mingga savdosi bo'lib, pulni yig'a olmadi. 3 xona, 2-etaj, 2 etajgada necha kvadrat? 65 kvadrat. 65 kvadrat. Remont qanaqa? Remont zo'r, yevro. Yevro remont. Ha, o'zi hayron bo'ldim hozir. Necha pulga bermadim dedingiz? 67,5 mingga qilib pul yig'a olmadi, qo'shni. Tushundim. Savdosi.
67,5 ming o'zi aslida sotilmaydi. Ketishga siz yevro ekan, u ketishi mumkin demoqchiman. Endi hozir bundan ozgina o'tman beraveramiz. Maqsad sotib olish. Ana ular. Zarur bo'lib qoldi. Bozorda mana ko'p shunaqa holat bo'lyapti. Sababi savdo yo'q, aka. Savdo o'zi yo'q. Oldin uy-joy bunaqa bo'lmagan. Oldik bitta narsani biz o'zimiz 50 mingga 55 ming sotishni mo'ljal qildik. Lekin biz adashib ketishimiz mumkin-da uni. 52 minglik uy olib qo'yishimiz mumkin. Adashganimizdan keyin 1 oydan keyin yo 2 oydan keyin shu 55 ming bo'lardi. 55 mingga sotib yuborardik, biz o'sha mo'ljalimizdek foydani qilib ketaverardik, yutqizmas edik. Endi hozir ham bunaqa bor. 55 ming mo'ljal qildim, 50 mingga oldim, adashdim, 52 minglik uy olib qo'ydim. Endi men 55 ming deb o'tiraman, masalan, o'zim mo'ljalim. Endi eng qizig'ini aytaymi? 2 oydan keyin men sota olmadim, bo'ldi. 2 ming tushiraman desam 50 ming bo'lib qoldi uy narxi. Hozir bozor shunaqa bor. Mana biz bozorning o'rtasida turib aytayapman, ko'pchilik tan olmayapti, shunaqa bo'lyapti. 70 sotgan qo'shnim mana shu. Ha. Kuz noyabr oyida. Uni farqi Yo, ikki etashgan narxini to'shni bilmayman, shuning uchun iminni buni narxiga to'xtamayapman. Qaranglar. Chilonzor Do'mbirovod 2 etashga dommi, ikkinchi etash, 3 xona, 65 kvadrat, 65 ming ekan. Yana gaplashar ekanlar. Remonti yevro ekan. Bitta ko'rib oqinglar. Telefon nomerlari 50 002 46 38. Okey, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Bismillah. Telefon qizib ketarkan. O'tgan safar ham qizib ketdi-da. Buni yo'lini xudo xolisi topamiz. Qizib ketyapti telefon. Kontent olishni davom ettiramiz. Hozir o'tgan safar ham, bu safar ham ana nijiloy kvartira qo'ymadik. Hozir bitta topdik. Okey. Qarang, endi buni tushuntiring. Chilonzor tumani 6-kvartalda Mirzo Ulug'bek metroga yaqin qatida bu. Mana shu ishlatib. KK supermarket, eski KK. Yo'q, uni bilmas ekanman. Mirzo Ulug'bekdan rayhonga tushasiz, bir 100 Ha. metr tushganingizni, Hop. qo'lda KK supermarket Hop. bo'ladi. Hozir milliy taom tushdi, Ha, barakat ha, ha, ha. Shuni yonida mana bunaqa tushganda. Tushundim. 10 qo'lda bor. Mirzo Ulug'bekdan ko'rlar jamiyatiga qarab ketayotganimizda 10 qo'lda bor. Mana bunaqasiga tushganda. Mana bunaqasi. Metrodan necha metr? Metrodan 200 metr, 300 metr. 200 metr. Hozir fasadini ko'rsatdingiz, rasmmi? O'sha yo'l yuziga ko'ndalang turibdi, yo'l yuzidan sal kirgandanmi? Yo'q, yo'l yuzga yo'l mana bunaqasi turgan bo'lsa, mana bunaqasiga turibdi. Nechinchi kvartira bundoq kirganda? 4-podez. Lekin 1 2 3 4-podez. Domda qolmagan jiloy kvartira. Bunda qolgan, bu tarafda ham qolmagan. Bitta ko'rsating. $1400 arenda turgan ekan. Anu odamlarga zo'r-da bu. Biznes 1% dan keltirib tursa pensiya. Kamerani olib keling. Mana bu fasadi razdelnikda 3 ta oyna qaraydi. 3 ta oyna qaragan. Bu ichki tomonlari remontini yevro qilib qo'yibdilar. Hozir $1400 dan arendator o'tirgan ekan. Mana, aka, yoningizdagi kvartira mana ko'ryapsizmi? Bo'sh-da bu. Hali nijloy bo'lmagan. Bu yerda nima o'tiribdi hozir? Bu yoqda Toy degan brendmi, nima? Detskiy kiyim sotadi. Ha, detskiy kiyim o'tirgan bo'lsa, demak, yaxshi joy. Chunki sartaroshxonalarga farqi yo'q, ichkarilarda ham o'tiradi, lekin detskiy kiyim ko'rinishi kerak. Chilonzor tumanida Mirzo Ulug'bek metro orientir necha metr metrodan? 300 metr taxminan. 300 metrlar taxminan o'tganda $1400 arendatori bilan 145 ming. 140 ga berib yuborasiz. O'shanda 1% to'g'ri bo'ladi. Yo'q, 140 dan ham o'tib berasizmi? Yo'q, nech pul bo'lsa berasiz, shuni ham ayting. 150 ming edi. Xo'p. Endi sal surishroq bo'lganiga tushirdik. Nech pul ishi? 145 ming. Yo'q, berib yuboradiganingiz. 145 ming deyapsiz, pul bilan borib turib, aka. 200 ming o'tib beramiz. Xo'p. 140 ming ekan, taxminan. Shunaqa muammo yo'q, hammasi shu. Necha kvadrat bo'ladi bu? Zavodskiy 48 bo'ladimi, 50 bo'ladi? 48 bo'ladi. Keyin ham oldiga chiqqan hisob 60. 60 kvadrat 140 mingni bo'lib olsa nech puldan tushadi? 120 ming bo'lganda 2 mingdan. Anunisini qo'shsa 2250, $2300 dan tushyapti kvadrat metri. $1400 arendatori borligi zo'r ekan. Buni nimasi zo'r? Kimdir hozir pul topayotgan bo'lsa, ertaga 3-4 yildan keyin pul topadimi, yo'qmi? Lekin menmi kelaveradi, qaroy. 145 mingga. Telefon nomerlari 99lik 161 30 30. Okey, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Xo'p, xayrli bo'lsin. Sebzorda 469. Anu razni bo'lyapti, yaxshi bo'lyapti. O'tgan safar faqat sergili bo'lib qoluvdi. Sredniy remont, uglovoy balkon 369 bo'ladi-da unda.
Uglovoy balkon bo'lsa 369. Hozir boshida algoritmdan uglovoy balkon qo'ydik, 92 kvadrat edi. 65 ming edi algoritm. Bu nech pul? Bu 87 ming bo'lish. Sebzor bo'lganiga. Birinchi dom bu. Ha, birinchi dom. Ganga chorraha, o'sha ganga marojniyning chorrahasi eng qimmat chorraha hisoblanadi u regionda. Sebzorda o'sha birinchi dom, ikkinchi dom, keyin oxirlariga borganda narx tushib ketadi. Ko'pchilik sebzorning narxini chiqazayotganda oxiriga adashadi-da. Uglovoy balkon 87 kvadrat dossan sen. Ani 92. 90 bo'lishi kerak. Senda 87. Pulni nech pul deding? 87 ming bo'lish. Bo'lishi 87 ming. Hop. 93lik 381 33 30. Shundoq ganga metro orientir sebzorda 3 6 9. 87 kvadrat dot, tak 90 bo'lishi kerak o'zi aslida. Qora bank orqasi. Qora bankka orqasi. Salomat bo'ling. Qani bismillah. Bu yoqqa chiqinglar. Optoga endi ozgina quyoshda ham yuraylik. Ano, odam 80 mingga beraveramiz. 85 ming ma'lumotini 21 ming. yo'q. Qarang, rakatni men narxini chiqaza olmayman. 70 ming dedingmi? 70 mingga sotsa bo'ladimi yo olib sotar oladimi? Olib sotadi. 73 minggacha ketadi. 73 minggacha ketadi. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz mana 85 ming dollar. 80 ming bo'lsa yaxshi bo'lardi. O'zingiznikimi bu? Vakillar emassiz. 80 ming bo'lsa sotmoqchisiz. Hop, 73 ming bo'lsa sotsa bo'ladi dot. Xatyabi 75 ga bering. Odamlar ham olib maza qilsin. Sal to'g'ri keldingiz. Yo, sizni mo'ljallingizni men bilmayman. O'zingizni hisob kitobingiz, o'zingizni kalkulyatsiyangiz bor-da, baribir. 80 ming bo'lsa berasiz. Biz reklama qilib ketaveramiz. Oke, reklama qilganimizdan keyin sizga foyda bo'lsin deyman. Mana optoda yuribmiz, sizni ishingiz bitsin-da. Oke, rahmat, ishim bitsin desangiz. Mayli. Hop. Продается Rakat mahalla 2 xonali, birinchi etaj, 4 etajga, to'g'rimi? Yevroga kirmaydi, haroshiga kiradi. 77 serami bu? 77 mi? 76 masa? Lekin balkoni bor. 2 uch balkon bo'lsa nima planirovka bu? Eskam 1 metr birinchi kat, chilozor birinchi kat Ha, bilan ha, bor, ha. o'shandan keyin ofis qursa ham bo'ladi-da buni. ofis bo'lgan. Ha, ofis qilib qo'ysa bo'ladi, ha? Ham bo'ladi. Bo'lgan ofis. Ofis qilib qo'ysa bo'lsa ham 73 ming olsam, yo unga qo'shiladimi? Ha, ichkarida. Agar mana bu bitta bu yoqdagi dom bo'lganda 85 ming olib sotar oladi. Ha, yo'llingiz bo'lsa shunaqa, samasa. Tushunarli. 97lik 717 77 18 menimcha ko'rinmaydi, kichkina ekan. Okey? Bozoringizni bersin, salomat bo'ling. Men omonat edi. Hozir kamera o'chib qolganda bitta odam, men uyalaman, shuni qilib keting deb omonat qilib ketdilar. Yunusobod 18-kvartal, 2 xona 3-etaj. Kirpichni 77 seriya, balkon 2 ga 6, 57500. Remonti bor dedi. Narxi yaxshi Yunusobodga. Mana ikkinchisi esa Novostroyka ekan, 19-kvartalda Xonsaroy ekan. 2 xona, 3 xona qilingan ekan, 5-etaj, 11 etajgada 52 kvadrat. 62 ming yevro remont. Bilmayman, bu menimcha sal anu bo'lsa kerak. Nomerlarni aytmadi va 94lik 694 06 84. Abdulaziz yaxshimisan? E'tiboringmi? E'tibor videoga, vikip bo'lsa. Hop, O'rda. O'rdada eski dinamoni orqasi. Hop, 2 xona 5 etajli domi 5-etaj. hop. 45 mingga olib beramiz Mercedes. Nechi kvadrat? 45 kvadrat. 45 kvadrat. O'rdada. Alo g'ishli domlarda eski o'sha. Hop, 45 kvadrat bo'lsa mana gabaritga ekan, 45 mingga narxi yaxshi ekan. Olib sotarlarmi dot? Endi aytdim. Ha, endi aytishni boshladim. Birinchi bizning kanalda chiqar ekansiz. Bizda syomka qilib buni qo'ygunimizcha sotib olgan bo'ladi bu. Ha. O'rda 2 xona 5-5 g'ishli eski domlar, lekin uni o'ziga yarasha alohida qadri bor. O'rdani yoni bo'lganligi uchun ham. Assalomu alaykum. Oka salomatsiz. Yo'q, chiqsa yo'q. 45 ming 45 kvadrat, sentrga zo'r. Menimcha yaxshi narx. Men endi zo'r chiqaza olmayman. 50 ming ketadimi? 50 ming bemalol. Remont qilmasdan shundoq. Xona uy. A remont qilsa-chi? Remontli uy o'zi. Ha, o'zi remonti bormi? Remontlari bilan bo'lsa zo'r ekan. 45 mingga olib sotishga taklif qilishyapti. Nobodo ha, toza uy ekan. Endi sentrga boshqatdan qilib mumkin deysiz. Narxi yaxshi ekan. Ishingga rivoj. 45 ming 42-43 beradimi pul tikib borsa? Beramiz Nobodo 43. 43 ga olib berasan, ha? Отдельный usluga. Yo, ichidami? Gaplashadi.
Bo'ldi. Uni kamerasida alohida gaplashamiz. Ber. Bizga nimadir qilaylik, okey? Kanalimiz. Bo'ldi. Qilamiz. Men uzmayman-da, to'lov ketadi. Chilonzor, Oqtepa. O'tgan safar qo'yuvdim. 65500 edi. Telefon qanaqa bo'ldi? Telefon yaxshi bo'ldi. Meni ham vaqtim bo'lmadi, bir payt klientlar vaqti bo'lmayapti. Hozir men yana qo'yib bersam, yana shunaqa bo'lsa-chi. Vaqt topgin-da. O'tgan safar Vaqt topgin-da. 65 mingdan tushib bermayapti, ha? Hozircha? Hozir 64500 qilib berdi. Lekin uchastkadachi $1000 raznica bermaydi. $500 raznica bermaydi. Uchastkada 5000 raznica beradi. 60 mingga berib yuborsin, to'g'rimi? Mana Samarqand o'zi seni ham mahallangga yaqin-ku. Narxi qanaqa? 10 ga 15 ekan. 1,5 sotuv ekan. Sotiga 40 ming bo'ladi. 64 ming bo'lsa, 41 ming, 42 ming bo'ladi. Kichkina sotuvga to'g'ri bir keng ko'chaga qanaqa? 60 ming ketadi. 60 mingdan ming ketadi. Bermadik. Ha, 63 ga bermadingmi? 64,5 ming ekan. Nomeri 99lik 994 65 65. Chilonzor, Oqtepa. Samarqand darozi dedim men, Samarqand darozi emas, Chilonzor, Oqtepa ekan. Chilonzor, Oqtepa ekan. Na Oqtepa. Bozoringni bersin. Samarqandda Xudo xolasa. O'zi 10 minut bo'lib qoldi shakilli-a. Mana Abdulaziz o'tgan safar bitta brat kelib qoldi, lekin foruvdim ular bahonada. Bu safar sen kelib qolding. Har safar ati qilgandek. Xudo xolasa biza bu narsa gapirib bo'lsang gapirib ol. Yo, tugat. Kanalga omad. Kanalga omad. Rahmat, rahmat. Bir kun kelib sekinligi bilan baribir aniq O'zbekistonning eng realniy boshlagan kanalidan bo'ladi. Xudo xolasa harakat qilamiz shunga. YouTube'da yo'q-ku hali. Shunaqa. Bunichi eng qiziq joyi. Mana shu qo'ygan hamma uyim sotadi-ku. Pul bermaydi hech qaysi. Shundoq, anu. Elga xizmat. Elga xizmat. Elga xizmat, Xudo xolasa bu yoqqa ketdi. Dunyo bo'yicha bozor ham yo'q, hech qayerda. Anu, men yolg'on gapirmayman. Faqat savob uchun shu narsani yo'lga qo'ydim demayman. Buni orqasida meni maqsadlarim bor. Imенно shu uy sotilishidan emas-da. Meni foydam boshqa joydan. Instagramimda, YouTube'imda odam ko'paysa, menga ulardan qaysidir ma'noda boshqa tomonlama foyda keladi baribir. Lekin imенно mana shu uylarning hech qaysisidan menga foyda yo'q. Xudo xolasa, bizning kontentlarimiz yoqqan bo'lsa, anu, nima deydi? Like bosib qo'yinglar deydi. Bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, podpiska tashab qo'yinglar. Har hafta yakshanba kuni uy bozordan primoy hozirgi o'sha kundagi kecha kunduzdagi narxlarni qo'yib boramiz. Kamchiligi bo'lsa ham ochiq oydin aytamiz. Yutug'i bo'lsa ham ochiq oydin aytamiz. Salomat bo'linglar.